Assalomu alaykum. Antineuros kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiy tarmoqlarda hali mavjud bo'lmagan bir sarlavha asosida bir videorolik tayyorlash. Ko'p insonlar mana OKRga mansub, xavotirga mansub bo'lgan, vahimasi bor va o'zini umumiy olib qaraganda o'zini chetdan qaraydigan darajada stressga ega bo'lgan insonlar uchun maxsus nevroz va yomon tushlar mavzusi bo'ladi. Asosan siz tez yomon tush ko'radigan bo'lsangiz, sizda bo'layotgan holatlar umumiy aytganda har kuni sug'ur kuni kinosini ta'kidlab o'tishim mumkin. Har kuni bitta vaqt bo'lib, aylanib, sizni qiynaydigan vaqtdagi o'tishi mumkin. Yomon tushlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Siz butun umr nevroz vaqtida yashayotgan vaqtingizda siz o'zi umuman fizически mehnat qilasiz, emotsionalni kirishasiz va shu kabi holatlar bilan bog'liq bo'layotgan vaziyatlar uchun kechasi yomon tush ko'rishingiz ko'proq namoyon bo'ladi. U qanaqa bo'ladi? Yomon tush ko'rish odatda sog'lom odam ham yomon tush ko'rsa yoki nevrozga ega bo'lmagan odam ham yomon tush ko'rsa, bu holati o'zi uchun bir sutka deylik 24 soatga yaqin odam shu tush haqida o'ylab qolishi tabiiy. Endi vahimasi bor va OKRga mansub bo'lgan inson, ya'ni OKR hammaga ma'lum, yopishqoq va yomon xayollar. Shunga ega bo'lgan insonlarda bu bir necha barobar og'irroq tuyuladi. Masalan, OKR mavzusi oladigan bo'lsak, kun mobaynida siz yomon tush ko'rdingiz. Va shuni hisobga oladigan bo'lsak, bir kun oldin faqat o'sha emotsionalni kirishish va o'sha tushlarni o'ylash, diqqatingiz oshganligini hisobiga bo'ladi. Asosan nevroz bo'lgan odamni shu miyasida umuman uyqu holati yaxshi bo'lmaydi. Xavotirda uxlaydi, nuqul qarasa yomon tushlar ko'radi, boshi yo'q va oxiri yo'q tushlar ko'rishni majbur qilib qo'yadi. Bunaqa holatda biz asosan nevrotik buzilishlarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Yomon tush ko'rishni asl sababini tagida siz o'sha tushingiz ro'yobga chiqib qolishidan qo'rqib yashaysiz-da. Bunaqa tushlardan xuddi mana OKRga mansub bo'lgan insonlarda o'ylayotgan narsasi go'yo hayotida tasodifan to'g'ri chiqib qolishidan qo'rqib yashaydi. Nevrozda aynan yomon tush ko'rishi ham xuddi shunga o'xshash holat bo'ladi. Masalan, bitta narsani o'ylab yuraversangiz, обязательно tushingizda stress orqali, yomon tushlar orqali shu stress sizga reaksiya berib, shu holat sizdan chiqib ketayotganini his qilishni boshlaysiz. Bu narsani siz noto'g'ri signal sifatida va o'zimizning e'tiqodimizdan kelib chiqib, yomon tush ko'rdim, значит yaqinda meni uyimda falon bo'ladi, janoza bo'ladi, tug'um bo'ladi deb turib, o'zingizni qo'rqitib qo'yish ehtimoliniz juda katta bo'ladi. Albatta bu narsada psixoterapiyaning yo'nalishi bor, o'ziga yarasha siz tushingizni emas, balkim vahima, qo'rquv va yopishqoq xayollar bilan bog'liq muammoni tuzata olsak, siz tush ko'rasizmi, yomon tush ko'rasizmi, bizga o'xshab oddiy va farovon holatda yashash boshlanadi. Xo'p, so'zimning yakunida bir misol qilib aytib ketmoqchiman. Shaxsan o'zim ham nevrotik buzilish 2015 dan yuqori yillarda, undan avvalgi yillarda bo'lgan. Aynan shu tush ko'rish bilan bog'liq qo'rquv yuzaga kelgan. Masalan, ro'za Ramazon oyi edi. O'sha vaqtda ham bilasizlar 2015-yillarda iyun oylariga to'g'ri kelgan ro'za. Endi o'lim qo'rquvi, xavotir, vahma, trevoga juda kuchayib ketgan payt. O'zimda shu narsani sezdimki, yomon tush ko'rdim. Tushimda shu o'liklar xayoli, o'lim bilan yuzlashganim, yaqinda bir qarindoshim kelib turib, o'lasan degan qo'llari bilan shundoq qilib qo'ygan nimalari bo'lganda tushimda. Eng qizig'i o'sha tushdan qo'rqib turganman, yetadi. Shuni o'zi insonni charchatib qo'yadi. Shuni o'zi 1-2 oy o'ylashga yetadigan darajadagi tush bo'lgan. Yuz qo'limni yuvganman, qarasam, obed mahal. To'g'ridan chiqsam zalda o'tirishibdi qarindoshlarim. Kirsam o'sha qarindoshim. Salom alaykum qildik, Fotiha qildik. Undan keyin ajoyib bir ish bo'ldi. Aynan Fotiha qilib bo'lingandan keyin, salom alaykum qilingandan keyin sirrazu ketidan yomon tushlar haqida, o'sha o'lim haqida gapirib ketib qolishdi. Bu narsa albatta bizga juda qattiq ta'sir qilgan.
Endi biza mana misol uchun undan keyin yomon tush ko'rganmiz. Misol uchun tabiat qonuni bu. Siz yomon tush ko'rasizmi, yaxshi tush ko'rasizmi? Sizga unaqa qiyinchilik tug'diradigan vaziyat bo'lmaydi, qachonki nevrotik holat, xavotir, vahima, nevrozlaringiz pastlab olsa. Tushunarli degan umiddaman, Xudo xolasa. Keyingi mavzularimiz nevroz sahriga olib keladimi degan mavzu bo'ladi. Albatta yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Antinevroz kanaliga obuna bo'ling. Bundan-da qiziq videolarimiz hali oldinda.